Bismillahirrahmanirrahim. Ramazandagi tilovatimiz. Ramazon oyi Qur'on Karim bilan qo'shkizakdir. Chunki bu ulug' kitob dal mushu oyda nozil qilingan. Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Baqara 185-oyat. Ramazonning Qur'on Karim bilan birlikda zikr qilinishi ro'zaning uningda farz qilinganligi bilan munosabatlidir. Roza Qur'on Karimdan yeyilgan ilohiy nurlarni ko'rishdan to'sib qo'yadigan, insoniy aloqalarni yo'qotuvchi eng kuchli vositadir. Shunglashqa roza tutish bilan Qur'on Karimning nozil bo'lishi orasidagi munosabat nihoyatda zishdir. Ramazon Qur'on Karimning nuzuli bilan ulug'langan bir oy bo'lgan, roza tutishga xos qilinishi eng muvofiq edi. Chunki insonning Allah Taala Qur'on Karimda nozil qilgan hidoyatga uchrashi uchun eng munosib holati ro'zalar holatidir. Qur'on Karim Ramazonning farzligini bayon qilib, Ramazon sizlarga farz qilindi degandan keyin uning Ramazonda nozil bo'lganligini eskartdi. Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Bundaq kelishi Ramazon oyida ro'za tutishning maxsus Qur'on Karim uchun ekanligidandir. Mübarek ayetler sizge şunu his qildiradiki, ro'za tutishning eng buyuk maqsadlaridan biri fikr yo'limizni Qur'onni yaxshi tushuna oladigan darajada saqlashtirishdir. Buningdan Ramazon oyining va ro'za tutishning Qur'on Karim uchun ekanligini tushunib olishga bo'ladi. Shunga bu oyning Qur'on oyi deb atalishi ajablanarli emasdir. Bizdan ilgirki salaf solihlar bu ma'nini va uning mohiyatini nihoyat yaxshi tushungan. Ramazon oyining eng chong vazifasining Qur'on Karimga ko'ngil bo'lish, Qur'on Karim bilan kechalari qiyomda turish va Qur'on Karim uchun zehnlarni bo'shatish maqsadida ro'za tutish ekanligini bilgan edi. Imom Zuhriydan Ramazondagi amallar haqida so'ralganida Qur'on tilovat qilish va ochlarga tomoq berishdir deb javob bergan edi. Abdurrazzaq naql qiladi. Imam Sufyan as-Savri Ramazon oyi kirganda vojib ibodatlardan boshqa butun ibodatlarni tark etib Qur'on tilovat qilishga uzinatdi. Ibn Abdul Hakim rivoyat qilib bunday deydi. Imam Malik Ramazon oyi kirganda ilm so'rovlaridan uzoqlashib Qur'on tilovatiga yuzinatdi. Ramazondagi va boshqa vaqtlardagi Qur'on tilovati haqida gap qilgan vaqtimizda Qur'on Karimni tilovat qilishdagi asosiy maqsadning Allohning kalomini tushunish va tafakkur qilish ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Shuning uchun Imom Ibn Qayyim Qur'on Karimni tushunib tilovat qilishni Allohning muhabbatini qo'lga keltirishdagi 10 sababning birinchisi qildi. Qur'on Karimni tafakkur qilib o'qish, ma'no maqsadlarini tushunish, xuddi bir qulning egisining o'zidan nimani murod qilganligini bilish uchun uningga berilgan ko'rsatma kitobini yodlab olishi, tafakkur qilib o'qishi va sharhlashiga o'xshashdir. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuma bunday deydi. Sizlardan ilgarigilar Qur'on Karimni Alloh taoloning kelgan bir maktub deb qarab, kechalari tafakkur bilan o'qib, kunduzlari hayotga tatbiqlaydi. Imom Ibnul Jawzi Qur'on Karimni tilovat qilgan kishi Alloh taoloning o'z so'zlarining ma'nolarini zehnlarga ulashtirish uchun Qur'onni naqadar inchiklik bilan yaratganligiga qarasunki, o'qiyotgan kitobning insonning so'zi emasligini bilsin. Qalbida Alloh taoloning ulug'ligini his qilib, uning kalomini tafakkur qilib o'qisin, deydi. Barliq minnat tashakkurlar Allohga xosdir. Chunki u bizdek ojiz maxluqlarga bu zotga munojat qilish, kitob haqida izlanish va ma'nolarini tushunishimizga ruxsat qilgan. Ibn Salah aytadi: Qur'on Karimni o'qish Alloh taolo insonlarni aziz qilib bergan bir imtiyozdir. Rivoyat qilinurki, malaikalarga bu nisb qilinmagan va ular Qur'on Karimni insonlardan anglashga erismanlardirlar. Allah Taala bandalariga turli ne'matlarni ato qilguchidir. Rabbimizning munojat aylash va kitobini tafakkur qilishga ruxsat qilinish va uningga qo'shib ulug' maqomlarni berishi shu jumladandir. Alloh Taala bunday deydi: Shubhasizki Allohning kitobini tilovat qilib turadiganlar, namozni ado qiladiganlar kasad bo'lmaydigan tijoratni umid qiladi.
Biz rizq qilib bergan narsalarni Allohning rizoligi uchun yoshirun va oshkora sarf qiladigan kishilarga Alloh ajrlarini to'liq beradi va marhamatidan ularga oshirib beradi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Shubhisizki, Alloh taolo o'zining kitobini tilovat qilgan va uningga amal qilgan kishilarni tanlab, o'zining ahli va xos kishilari qildi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom haqiqatan Alloh azza va jallaning kishilarning ichida yaqin kishilari bor dedi. Ey Allohning elchisi, ular kimlar? deb so'rashgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolaning yaqin va xos kishilari Qur'on ahlidir dedi. Ey ro'zador qarindishim, Ramazonda Qur'on tilovat qilish va o'rganish sizning Qur'on bilan bo'lgan aloqangizni to'g'rilashning boshlanishi bo'lishiga ahamiyat bering. Shunday qilsangiz, Qur'on ahlidan, ya'ni Allohning ahli va xos kishilaridan bo'la olasiz. Shunda Qur'on Karimni tark etib, ey Parvardigorim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi degan oyatdagi Allohning g'azabi va payg'ambar alayhissalomning shikoyatiga uchraganlardan bo'lib qolishdan saqlana olasiz. Qur'on Karimni tark etgan kishilardan emas, balki zikr ahlidan bo'lishingiz uchun Ramazonda Qur'on Karimdan kundalik biror par atrofida o'qiydiganға vazifalarni belgilab oling va bu shaklda davomlashtiring. Qur'on Karimni kunda o'qish uchun vazifa belgilab olish Ramazonimizda tark etilgan bo'lsa-mu, Qur'on Karimni kunda o'qish uchun vazifa belgilab olish zamonimizda tark etilgan bo'lsa-mu, sunnat edi. Bu sunnat avom xalq tarafidan emas, da'vatchilar va dindor kishilar tarafidanmi tashlanib qo'yiladi. Salaf solihlar Qur'on Karimdan har kuni muayyan miqdor o'qishni muqim belgilab, shu bo'yicha davom qiladi. O'qiydigan kundalik Qur'on Karimining miqdorini hizb yoki wird va yoki para deb ataydi. Ular Qur'on Karimni har oyda bir qatim yoki haftada bir qatim va yoki 3 kunda bir qatim tamom qilishga odatlangan edi. Bu vaqtda sahih hadislar bordir. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday degan: kimki kechilik vazifasining hammasini yoki bir qismini ado qila olmay, uni atisi bomdod bilan peshinning oraliqida ado qilib olsa, xuddi uni o'z vaqtida ado qilgandek bo'ladi. Sahaba kiramlarmi Qur'on Karimni bo'lib o'qishda payg'ambar alayhissalomga ergashatdi. Payg'ambar alayhissalom Saqif qabilasidan bo'lgan bir turkum kishilarni o'zining chidirida kutib olgan edi. Xutba namozidan keyin har kuni ularning yoniga kelib hadis so'zlab beradi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom kechikib qoldi. Ular: "Ey Allohning elchisi, bugun kechikib qoldinglar-ku?" deganda payg'ambar alayhissalom: "Qur'on Karimdan tilovat qilish tegishli yer bor edi. Tamom qilmasdan chiqib kelmadi" dedi. Bu hadisning ravisi Avs ibn Uzayfa bunday deydi: "Men payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan Qur'on Karimni qanday bo'lib o'qiydinglar deb so'radim. Ular: birinchisi 3 bora Baqara, Al-Imron, Nisa, ikkinchisi 5 sura Maidadan Tavbaning oxirigacha, üçüncüsü 7 sura Yunusdan Nahlning oxirigacha, to'rtinchisi 9 sura Siradan Furqonning oxirigacha, beshinchisi 11 sura Shu'aradan Yasinning oxirigacha, oltinchisi 13 sura Saffatdan Hujuratning oxirigacha, yettinchisi qisqa suralar Qafdan Qur'onning oxirigacha edi deb javob berishdi. Aisha radhiyallohu anha Qur'on Karimni 7 kunda tamom qilish uchun bo'ladi. Bu bunday degan: "Men ko'rpida yoki karvatda o'tirgan holda Qur'on Karimning 7 dan birini yoki o'qish uchun belgilab olgan yerlarni o'qiyman." Ramazonda bo'lsa, salaf solihlar Qur'on tilovatiga alohida ko'ngil biladi. Ularning uylaridan Qur'on Karim tilovatining ovozi asal arisi qo'ng'ildagandek anglanib turadi. Asal arisi qo'ng'ildagandek anglanib turadi. Ramazon boshdan oxir zikr tilovat qilishga nisbatan ulug' bir zamon. Bo'libmi, Ramazon kechalari buningga texmi munosibdir. Kecha qalblarni yumshatish va cho'nqur tafakkur qilishning eng yaxshi vaqtidir. Balki mushu sababdan Jibril alayhissalom
Qur'on Karimdan dars qilish uchun payg'ambar alayhissalomning yeniga Ramazonning kechalarida kelgan bo'lishi mumkin. Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mushu ma'nidagi hadisini Imom Ibn Rajab shariflab bundoq deydi. Bu hadis Ramazonning kechalarida Qur'on tilovatini ko'p qilishning afzal ekanligini ko'rsatib beradi. Chunki kechada mashg'ulotlar to'xtaydi, himmatlar to'planadi. Til va dil Qur'on Karimni tafakkur qilib o'qishga uyg'un bo'ladi. Alloh taolo bundoq deydi: Shubhisizki kechining qiyomi, ya'ni kechada bandaning ibodat qilishi uchun uyqudan uyg'onib turishi eng muvofiqdir. Tinch bo'lganligi uchun kechining qiroati eng to'g'ri bo'ladi. Yuqorqilar afzal zamonlardir. Qur'on tilovati afzal bo'ladigan makonlarga kelsak, qiroat uchun masjidlar eng a'lodir. Bo'libmi Qur'onni yodlash va o'rganish uchun texmi afzaldir. Payg'ambar alayhissalom deydiki, qachonki bir jamoa Allohning uylaridan bir uyga yig'ilib, Qur'on Karimni tilovat qilsa va o'zaro o'rgansa, ularga tinchlik va xotirjamlik yuzlanadi va ularni Allohning rahmat farishtalari o'rab oladi. Ey Alloh, Qur'on Karimni ko'ngillarimizni bahori, qalblarimizning nuri va g'am qayg'ularimizning ko'tarib qilib bergin. Unutildirilgan oyatlarimizni eslatib qo'ygin. Bilmaganlarimizni bildirib qo'ygin. Qur'on Karimni kech-kunduz soating bizdan rozi bo'ladigan shaklda tilovat qilg'ili nasib qilgin. Amin.